Ruqiya Abulqasim jiboch yüz çatlaq satqıl turibdi ekan, jibosga kirib qaptimi? Birdan ko'rib turdim, ko'rsam toza gaplar bir-biri qo'lashmay qapti. Siz itot o'ynagan bo'lsangiz, texmi yaxshi bo'ladi deb yezib sapdim ama o'zimni chaqlamay. Shuning bilan Fayru Meyjoang deb ismimni siz bir girim buyum satadigan odam ekansiz. Siz meni ko'rolmay qoldingizmi? Qo'ngizni qo'yanmatamsiz, voy anda qilanmatamsiz, manda qilanmatamsiz, men setib ketsam. Zat bu girim buyum satadiganlar menga bek o'ch oldinglar deb nurg'un gap qilib ketdi. Qaytadan bir xat yozib tushuncha beray desam, meni alib birinchi jibot gap qilanmas qilib qo'yapti. Bo'ptilar deb chiqatdim. Ikkinchi kuni tujandil chiqib qoldi jibosi, yana chiribdimi? Meni chig'inimni qanda bildi, ismimni o'qiblar. Yana keldingizmi? Yana meni tillig'ini keldingizmi deb igizba so'zlab ketdi. Mening bor. Mening xelibak bor. Shunga 10 odamning jibojansiga chiqmamsiz? Roşengül, buca men bir yeshik elib ayolimga sovg'at qilay. Ne? Bir jumla xat yozdim, ikkinchi xatim yozay desam, yana meni jibot gap qilamas qilib qo'yapti. Amal setvatga artistlar kimning hurmat qilganini, kimning tillig'ini siz bilamsizlar, bilmamsizlar. Bizning og'zimiz bor, bizim tillasak tillaymiz. O'zinglar ashunda gapdonlik qilib, xalqning og'zini echilishiga sababchi bo'ladisizlar. Men bir girim buyum sotadigan odam. Dükkanım kelgan xaridaga mallarimni ko'zitib turib, sinaq qilib turib mal sotaman. Yana kelib sizga o'xshash jiboq ichib qo'yib, necha qo'yliq malni 39 qo'yib sotmayman. Mening dükkanimda har davlatdan chiga isil mallar, davlatimizning butun sinoqlaridan, tashkirishlarida o'tgan neni isil mallarim bor. Sizni ko'rmay qoldik, dükkanim sodamdan to'xtab qolgan yerim yo'q. Uning ustiga Ruqiya xonim, men atishdan boshqalarni qo'llamaydigan, boshqalarni putlaydigan, boshqalarni ko'rmaydigan savdoga chiqmaydi. Xushqash bo'lsin, qassob so'ysin deydigan gap bor biz haqda. Xas yaxshi bo'lsa hozir shuni qildigan bo'lib ketdinglar hammanglar. Burunlarda, televizorlarda itot o'ynab bersanglar, past turib hayajon bilan chavoq-chaqqa vaqtimizla hurmat berishib etkensizlar. Qachonlardan beri mush telefon ekranlarida paydo bo'ldinglar, yilsal sotdinglar, yili yüz chaplaq sotdinglar, yili bir nim setib, xalqimizning qinni sho'rashga boshladinglar. Shu vaqtdan boshlab sizlar butun yüz obro'yinglarni, hurmatinglarni poqib qo'ygandinglar xalqning oldida. Ya'ni bizga turmush lozim, bizim balavoqimiz deb qo'ydikansizlar. Turmush hammamizga lozim, hammamiz beqiyatimiz. Davlatimiz bergan maoshlaringlar yetmay qilyapti o'xshamamdi. O'sha odam qancha ochko'z bo'lgan sari erishganlarida yo'qotganlar shuncha ko'p bo'lib ketadi. Ilim ko'rib turyapmiz ayna. Yili Nayna voqeasi, yili Figura voqeasi, yili Asal voqeasi, yili bir nima voqeasi deb nurg'un ishlar chiqyapti. Hammamiz o'zimizning kasbini qilib, o'zimizning ishini qilgan bo'lsak, mush jidal majra, mush to'qinishlar yuz bermaydi. Men asli bir tomoshabin edim, do'ylarimda shu hal qilib ko'rib turdigan. Bugun aş Ruqiya Abulqasimninki tamanno bilan meni yer tushirib aytgan aş ko'ranmadan, quvonib qo'yamadan degan bir ig'iz so'zi meni miyat chiqib so'zlashga majbur qilib qo'ydi. Savdogarning yo'li bir, rizq ayrim. Men setayotgan mallar orasida siz hayotingizni ko'rib boqman girim buyumlar bor Ruqiya xonim. Itotni biz bilan o'ynasangiz bek japoda qolasiz. Siz bilan itot o'ynayman demay, siz 39 qo'yliq 100 chapliqingizni seting.